Assalomu alaykum akalar. Mana kecha ochgan akkauntimiz. Ishimiz sizlarni ko'rishingiz mumkin. Kecha ochilgan. Ikkining barchasi bajarilgan. Kecha ochilgan akkaunt. Ko'rib turganingizdek. Bir kunning ichida mana shunaqa holatga keltirdik. Hali bu yoqlarda sal botka o'xshaydi. Qo'ldan kelguncha kuchaytiramiz. Yangi akkaunt. Bular nima uchun kerak deb o'ylashingiz mumkin. O'zim uchun akkauntimni ochganman. Shu akkauntimga qo'yaman. Akkauntimni olmoqchi bo'lgan odamlarim Lahm, Erbega, Stoichkov, Leve, Best, Reve, Mazaseme, Charlton bilsangizlar 115 kiloda judayam katta udari. Lampard hozir ko'ringizlar oldim. Vistik 109, Sebe, Raul Sete, Carlos Puyol, Van der Sar 4ta tradable bor ekan. Sizlar untradable 117 ham keldi. Rice, Shevchenko, Ramosni olmoqchi edim, olish juda ham qiyin. Bu o'zi Ramosni nimalari juda ham kam. Van der Sar hozir vaqtida turibdi. Ko'rganmisizlar, ikkita Van der Sar bo'lganda qolib ketgan. Yana bu. Ronaldo albatta. Ronaldo bilan Sergio Ramos nimada? Zaminada turadi. Nega Ramos ko'rsanglar. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta. Bittani shu 320 millionlik olinmagan. 320 million pul yig'sam, mana shu birinchi yil olgan odam bilaman. Chunki birinchi yil yig'gan odam xohlagan narxiga ham sotib olish juda ham arzon bo'ladi-da. Arzonga tushadi. Buni anchagina odam olgan. Ne? 999 plus. Buni seriyo adashmasam 3-4 kishi olgan bo'lishgan. Hozir saat internetim qotyapti. Xudo xohlasa sizlar bilan bu timni ko'tarishni davom etamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda bitta head to head o'ynamoqchiman. Kunlik kecha olib, kecha ochib mana ko'rasiz 115 kunlik olingan. Hozir rank point yetsaga ko'taraman. Yo, yetmas ekan. Adashmagan bo'lsam Zikoni ko'rdim. Yo'q, Zikosi yo'q ekan. Maradondan ko'ramiz hozir.
akkauntni ko'ramiz qanday ekan. Bu manga o'xshatib tuzmoqchiman ekan, tuzibdi ham. Akkaunt juda ham chiroyli. Roberto Carlos bu varatada Leviathan qaytardi. Nicholas Jackson Zayniddin Zidan hozir videoni to'xtatib oxirida ochib qo'yaman. 3-1 hisobda yutdi. 105 gol urib qo'ydi. O'zim ayim bo'ldi, varatan chiqarmadim. Varatan chiqarganimda qaytardim. Ko'rishingiz mumkin. Hozir salma bilan. Pele bilan gol. Varatan chiqardim. Sababli gol urdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolasa yana yaqinda video olaman. O'shanda ko'rishamiz.